O'zbekistonga 11 oy ichida ilk marotaba 10 milliondan ortiq sayyoh keldi. Obuna bo'ling, tushuntiraman. 2025-yil yanvar-noyabr oylarida mamlakatga 10,7 million xorijiy sayyoh kelgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 3,5 milliontaga ko'p degani. Ya'ni 47,4% o'sish bor. Eng ko'p turistlar kelgan top 10 talik bilan tanishadigan bo'lsak, Koreya Respublikasidan 44 mingdan ortiq, Hindistondan 73 mingtadan ko'proq, Turkiyadan 161 mingdan ziyod, Xitoydan 250 mingtadan ko'proq, Turkmanistondan 341 mingtadan ortiq, Afg'onistondan 429 mingdan ziyod, Rossiyadan esa 923 mingtadan ko'proq, Tojikiston hamda Qozog'istondan 2,5 milliontadan sayyoh O'zbekistonga tashrif buyurgan. 11 oy ichida eng ko'p, ya'ni 3 millionta sayyoh esa qo'shni Qirg'izistondan tashrif buyurgan. Videoni mana shu mamlakatlarda yashaydigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.